Hurmatli O'zbekiston kasaba uyushmalari xodimlari va a'zolari, mamlakatimizda keng nishonlanayotgan O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni bilan sizlarni chin qalbimdan muborakbod etib, barchangizga yuksak hurmat, ehtirom va samimiy tilaklarimni bildiraman. Mamlakatimizda erkin va farovon hayot, demokratik jamiyat qurish yo'lida olib borilayotgan izchil islohotlar va ularning natijasini ta'minlashda kasaba uyushmalarining munosib hissasi bor. Bir 120 yillik tarixga ega O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyati davomida yuksalish va pasayish davrlari ham bo'lgan, lekin bu tashkilot hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ayniqsa so'nggi yillarda kasaba uyushmalari hayotida yangi rivojlanish bosqichi boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qonuniylik, ixtiyoriylik, kamsitishga yo'l qo'ymaslik, mustaqillik, oshkoralik, o'zini o'zi boshqarish, teng huquqlik, ochiqlik kasaba uyushmalari faoliyatining asosiy qoidasi bo'lib qoldi. Keyingi yillarda O'zbekiston kasaba uyushmalarining xorijiy mamlakatlardagi turdosh va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanib borayotgani mamlakatimiz nufuzini jahon miqyosida tarannum etishga xizmat qilmoqda. Xususan, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat kengashiga monand tarzda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tashabbusi bilan tuzilgan Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi mintaqa mamlakatlarining mehnatkashlari o'rtasida do'stlik va birodarlik, o'zaro manfaat va ishonch tamoyillariga asoslangan yaqin qo'shnichilik munosabatlarini jadal rivojlantirish uchun o'ziga xos muloqot maydoni vazifasini bajarib kelmoqda. Shuni alohida qayd etish lozimki, hozirgi kunda kasaba uyushmalarining mamlakat ijtimoiy, siyosiy hayotidagi o'rni va ta'siri tobora ortib bormoqda. Buning sababini esa eng avvalo tashkilotning xalq ichiga chuqur kirib borayotgani, odamlarning og'irini yengil qilayotgani, el-yurt xizmatiga kamarbasta bo'lishni o'zining ustuvor vazifasi etib belgilab olganidadir. Shuningdek, ishchi xodimlar dam olish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun ichki turizm yo'nalishi bo'yicha tarixiy joylarga sayohatlar tashkil qilinmoqda. Sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Sog'liklarini tiklash maqsadida federatsiya tizimidagi sanatoriyalarga belgilangan tartiblar bo'yicha yo'llanmalar olib berilmoqda. Kasaba uyushmalari so'nggi 7-8 yil ichida jamiyatni qudratli va ta'sirchan ijtimoiy kuchiga aylandi. U endi a'zolarni moddiyat jihatdan qo'llab-quvvatlovchigina emas, balki davlat siyosatiga ta'sir o'tkaza oladigan, inson huquqini ta'minlashda xalqaro me'yorlarni mamlakat bo'ylab qaror toptira olgan eng katta nodavlat birlashmaga aylandi. Uning bosh maqsadi insonni qadrlash umummilliy shiorga aylandi. Kasaba uyushmalari davlat va jamiyat o'rtasidagi ko'prik emas bugun, balki u mehnatkashlarni o'zi tanlagan va birlashgan istiqbol yo'lidir. Hurmatli hamkasblar va yurtdoshlar,
o'z oldimizga qo'ygan ulkan va ezgu vazifalarni amalga oshirish, el aziz inson aziz degan oliyjanob g'oyani yurtimizdagi har bir korxona va tashkilotda qaror toptirish, mehnatni farovonlik va baxt manbaiga aylantirish ko'p jihatdan kasaba uyushmalari va ularning samarali faoliyatiga ham bog'liq. Barchangizni ushbu qutlug' ayyom O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni bilan yana bir bor samimiy tabriklab, mas'uliyatli va sharafli ishlaringizda omadlar tilayman. Bayram muborak.